kutuvchilar, yangi yil kechasini qayerda nishonlashni bilmayapsizmi? Buning uchun sizga ajoyib yechim. Farg'ona shahrida yagona bo'lgan Baku restoraniga kelinglar. Atmosfera bomba. Eng asosiysi kelishlaringga mashnaqa chiroyli qizlar va mashnaqa ko'rinishdagi ofitsiantlarni sizlarni kutib oladi. Kelinglar, xullas gap yo'q. Bomba bo'ladi sizlar uchun. Farg'onadagi Baku restorani haqida eshitganmisiz? Ozarbayjonliklarni shaxsan o'zi yurgizadigan bu restoranni birgalikda obzor qilamiz. Selamun aleyküm, hoş geldiniz. Buyurun. Voy, aslidan? Ha, biz Ozarbayjoncha restoranga keldik. Shunga mos kiyinishimiz kerak. Bu bola qizlar kursi o'zgarib qoladi-da. Yangi yil bayramiga banketda eng zo'ri shu yerda bo'layotgan. 10+1, 20+2. Bu nima degani? 10 ta odam bo'lib kelsanglar, bittasi tekinga. 22 ta bo'lib kelsanglar, 2 ta odam tekinga ovqatlanib ketadi. Agar Vodiy 24 nomidan kelsangiz, non, muzika, Ozarbayjoncha choy besplatniy qilib beriladi. Bu Baku restoranida tayyorlangan Ozarbayjon milliy salati. Çok güzel. Nush olsin aslidan. Bu Ozarbayjonda mashhur bo'lgan lyulya kabob. Faqat go'shtdan tayyorlanadi. Undan tashqari sajda beriladigan issiq ovqatlari bilan ham Baku restorani yaxshigina tanilgan. Tashqi ko'rinishini ham yangi yil bayramiga atab idealni qilib bezab qo'yishgan. Manzil Shodiyon Arkining yonginasida joylashgan. O'zingiz bepul ovqatlanmoqchi bo'lsangiz, 10 ta do'stingizni olib keling. Barchangizni kutib qolamiz. Hammazgi. Çok güzel. Çok güzel. Çok aytolmadim.